Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu gulingni puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qavurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'liydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashsin. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bilqillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvalет huzurini ko'rasiz dumbangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana ani qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qopsiz, konsertga bilet topib kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning YouTube'ga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori oldingiz? Haligi toksikoziga dori oluvdim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulmang, astag'firulloh. Bugun seni kuning sevgilim. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning sevgilim. Nima qilganingiz? Sizni sevaman, dada. Sevma yo'l. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joylar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmidi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni ranni brannervoronni qilib olganman. Nimalar bilsimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyani Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% skidkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsam bo'lam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklarida Go'shtdan deymas ekansiz, zo'r chiqadi lekin.